Salam qadrlik savodoshlar, bugun biz uqum İngilistil 1.qisımdaki 51-52 dersini o'tamiz. 51-52 dersda asosiy qo'yganligimiz 12 oyninki inglizcha atılışı, anandan keyin ba'zi davlatlarning atılışı, anandan keyin 4 fasl, anandan keyin 4 faslning ichidagi bizningki 4 fasl issiq, sovuq, qor, yomg'ir degan mush so'zlarni o'rganamiz. Undan boshqa bir necha intayin muhim bo'lgan ifodalash usullari bor. Shunga darsni yaxshi ko'ringlar. Darsda yana tabir. Birinci 52 dersning so'zliklari. Birinchi so'zning birinchi tovushi mumkin g, ikkinchi tovushi mumkin r. R'ni qo'shsak Greece, Greece degan gap Grecia degan gap, Greece, Grecia. İkinci so'zning birinchi tovushi mumkin k, ikkinchi tovushi ulg'ani qo'shsak lie, clay. Ana mumkin m'ga qo'shsak mit, climate. Ondan sonra bunun urg'usi k degan. Ondan sonra 5'ini küçük aldı ekimiz, keyni tushib ketadi ekan. Climate. Climate degan gap havo, klimat degan gap. Yani cho'ng jihatdan ilingan klimat deymiz Uyg'ur tilida. Havo klimati. Mana so'zning birinchi tovushi mumkin k. Qani qo'shsak kan. T bilan r birlashsa k deb o'qiydik. Tga i'ni qo'shsak tree. Country. İ'ni so'zlaymiz ku country. Hem bunun urg'usi yangi 5'idi ekan, undan bo'lsa 5'ni küçük aldık ekimiz, shunga country. Country. Ne küçük alamiz, country. Davlat degan gap. Ikkinchi so'zning birinchi tovushi mumkin p, ikkinchi tovushi mumkin ulg'ani qo'shsak las. Ana mumkin qo'shsak nit. Pleasant degan yiqish odamga yoqadigan. Anikin odamlar qartilgan chog'da xarakterga chiqishqoq degan ma'nosi chiqadi. Yiqishlik, odamga yoqadigan, chiqishqoq degan gap. Pleasant. Mana so'zning birinchi tovushi mumkin v ga. Ya'ni w ni olgan chog'da eg'iz o'tirdan ikki yonga ochildi degan tuqqi v. V-ga a-ni qo'shsak va. Anikin mumkin z ga tilni tishlagan z ga. Zga r'ni qo'shsak zir. Weather. Yani bunun urg'usi yana 5'idi ekan, undan sonra 5'ni küçük alamiz, yani v-ni küçük alamiz. Weather. Weather degan havo-rayi degan gap. Üsteki climate degan gap cho'ng tipdagi havo klimatini ko'rsatadi. Endi mana bu weather degan gap, yani kichik tipdagi havo-rayini ko'rsatadi. Masalan, bo'ron yoki shamol degandek. Endi keyingi so'zning birinchi tovushi mumkin s ga, ikkinchi tovushi mumkin p ga. Ana mumkin r'ni qo'shsanglar, r'ni qo'shsanglar ring, spring. Spring degan gap bahor, yoz degan gap, spring. Endi mana so'zning birinchi tovushi mumkin v ga. V-ni qo'shsak v-ni qo'shsak when, d-ga i'ni qo'shsak d, windy. Buning bu urg'usi 5'da ekan, shunga windy. Windy degan gap shamolliq degan gap. Wind degan shamol degan gap, windy degan shamolliq. Keyingi so'zning birinchi tovushi mumkin v ga. V-ga o emas, a emas, o-ni qo'shsak wa, r-ni qo'shsak war, n-ni qo'shsak worm, worm degan illiq degan gap. Illiq. Mesela havanın illiqliq qaratimiz, issiq emas. Illiqni bir xil yiqishliq turgan bir xil havarayni worm deymiz. Mana so'zning birinchi tovushi mumkin r-ga a-ni qo'shsak qo'shimcha tovush a ekan, a-ni qo'shsak rain-ni qo'shsak rain. Rain degan yomg'ir. Ism bo'lgan chog'da yomg'ir. Fe'l bo'lgan chog'da yomg'ir yig'ish degan gap. Rain. Endi mana so'zning birinchi tovushi mumkin s-qani qo'shsak sa-ni qo'shsak some. Akin t-qani qo'shsak ni qo'shsak time, bizni qo'shsak times. Sometimes. Undan bo'lsa buni so'zliga ya yo'q ekan, faqat s'ni kuchli qoldi ekanmiz, shunga sometimes. Yoki sometimes demanglar, t uchib qoladi. Sometimes. Times tushib ketish kerak demakchi. Some kuchli chiqish kerak. Sometimes. Ba'zi chog'larda degan gap. Mana so'zning birinchi tovushi mumkin s-qani qo'shsak sa, anikin mumkin m'ga r'ni qo'shsak summer. Yani so'zga yo'qkan, shuni kuchli qilamiz, urg'usi 5'da ekan, shunga summer degan yoz degan gap. Summer.
Keyingi so'zning birinchi tavsiya mumkin oga, ya'ni o emas, a emas, o. Anan keyin mumkin tgan, tqa, ni qo'shsak t, ni qo'shsak tim. Autumn, ha? Autumn. Autumn degan kuz fasli degan gap. Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin, ya'ni wahga. Wahga e ni qo'shsak we, ni qo'shsak when. Tqa ni qo'shsak ter, winter. Endi bu yerda urg'u yana 5 ekan, shunga winter, ha? Winter. Va qish kerak. Winter degan qish degan gap. Qish. Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin shga. Shga mumkin nga on qo'shsak no, snow. Snow degan qor degan gap. Aniki qor yog'ish degan gap, Snow. Qor yog'ish. Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin jihga qo'shim jihga. Jihqani qo'shsak ja. Aniki mumkin mumkin yuga. Nga yuni qo'shsak new. New. Aniki mumkin ahga. Ahning mumkin urgan qo'shsak January. January. And bunun urg'usi yana 5 degan, shunga 5 ni kuch qilsa January. January degan birinchi oy yoki uyg'ur tilida yana yanvar deymiz, yanvar. Ikkinchi so'zning birinchi tavsiya mumkin fga. Fani qo'shsak fa. Shunaqo ma'an tiz to'ra qilmizdiq-ku fa. Agar mumkin bihga. Bihning keyingi mumkin urg'uni qo'shsak ru, an qo'shsak ra. Urga in qo'shsak re. February. Yani bir yerde kuch qilamiz February. Ikkinchi oy yoki fevral degan. Masalan, birinchi tavsiya mumkin mgan qo'shsak ma, urg'uni qo'shsak mar, akin t bilan sh birlashib deb qo'ydik. Marga ni qo'shsak March. March degan gap mart, 3-chi oy. 4-chi oyning ikimiz birinchi tavsiya mumkin ayga. Ayni kesimken pin qo'shsak ape, anki urga ni qo'shsak ol ni qo'shsak roll. April. Aqstiki alni qanday qo'yamiz degan to'q, olda qo'yamiz degan to'q April. April de April yoki 4-chi oy. April. Masalan, birinchi tavsiya mumkin mga ayni qo'shsak May. May degan May yoki 5-chi oy. Endi 6-chi oyning ikimiz birinchi tavsiya ekan jihga qo'shma suqtash jihga. Jihga un qo'shib June, qo'shib June. June degan gap ya'ni iyun yoki 6-chi oy. Masalan, birinchi tavsiya ekanlar jihga. Jihga un qo'shib Ju, ulga ayn qo'shib July, July. Ham buning urg'usi l degan shuni June ni tuan olamiz. July, July. July degan iyul yoki 7-chi oy. Masalan, birinchi tavsiya mumkin oga, o emas, a emas, oga. O inkin mumkin g'ga. G'ni qo'shsak g, ni qo'shsak gis, ni qo'shsak gis. August. August degan gap August yoki 8-chi oy. August. Masalan, birinchi tavsiya mumkin ska. Skani qo'shsak sa, ni qo'shsak sat. Ankin mumkin tga. Tqani qo'shsak ta, ni qo'shsak tam. B'qarni qo'shsak bir. September. And bu urg'usi T degan shunga sepni tuan olamiz, September. September. T kuch chiqqaniga oxiri yana tushib ketish kerak. September degan gap sentabr yoki 9-chi oy. Endi mana so'zning birinchi tavsiya ekan aga qo'shsak ak. Akin mumkin tga. Tqani qo'shsak to, b'qarni qo'shsak bir, October. October degan gap ya'ni oktyabr yoki 10-chi oy. October. Masalan, birinchi tavsiya mumkin ng'ni qo'shsak no. Agar mumkin ga odatdagi uyg'urlik v bilan o'xshash ustiga tish aslini qalbning ustiga taqishadi. November. November degan noyabr yoki 11-chi oy. November. Yani urg'u vda November. Anki masalan birinchi tavsiya mumkin dqni qo'shsak d, anki mumkin skani qo'shsak sa, ni qo'shsak sam. Anki mumkin bqni qo'shsak bir, December, December. Bunun urg'u c degan shuni olgan chaqda December, December. Yani dekabr, 12-chi oy degan. Masalan birinchi tavsiya ekan tinchligan vga qo'shsak the. Anan keyin US, the US degan gap Amerika degan gap.
Amerika yoki United States'ninki Qo'shma Shtatlar deganning qisqartirilmasi US, the US, ya'ni Amerika. Ayki mana so'zning birinchi tavsiya mumkin bga, ikkinchi tavsiya mumkin rga, rni qo'shsak bra. Ana keyin mumkin sizga, zg'ni qo'shsak z, ana keyin oxirgi lni avvalda qo'ydik, zga alni qo'shsak zel. Brazil. Endi bu yerda urg'u zidiki shunga Brazil. Bray degan tuyan olamiz demakchi. Brazil. Brazil degan Braziliya, Brazil. Braziliya. Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin ga, bravo ga. Qani qo'sa ha. Ana keyin mumkin lga, lg'ni qo'sak l, ni qo'sak lind, ni qo'sak land. Holland. Holland degan Gollandiya degan gap, Gollandiya. Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin ega. Ega qo'shsak eng. Ana keyin g'ga eng. Lga qo'shsak l, qo'shsak lin, qo'shsak lin. England. England. England degan gap Angliya degan gap. Buning urg'usi 5ga England emas, England. 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 England degan gap Angliya yoki England, Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin fga, fni kesimga rga, rni qo'shsak ra, ni qo'shsak rans, ni qo'shsak rans, France. France degan Fransiya degan gap, Fransiya. Endi keyingi so'zning birinchi tavsiya mumkin qo'shma jga, jga rni qo'shsak jr. Ana keyin mumkin mga, mga ni qo'shsak m, nga i ni qo'shsak ni. Germany. 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 Germany degan Germaniya degan gap, Germaniya. Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin ega. Eni kesimga tgan tqni qo'shsak t, it. Lga eni qo'shsak l, Italy. 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 Buniki urg'u 5 ekan, shunga Italy, Italy. Italy, ya'ni Italiya. Endi mana Amerika ingliz tilida oldi keyinni suzuqdash bo'lsa, tindi o'xshalvasan bu dedim-ku, unda esa ingliz tilini ishlatilgan chaqda Italy. 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 5ni kuchli qilsizlar, Italy. Italy degan Italiya degan gap. Andan keyin so'zning birinchi tavsiya mumkin ng'ni qo'shsak no, rni qo'shsak nor. Andan keyin mumkin wahga, wahqani qo'shsak way. Norway. Norway degan gap, ya'ni Norvegiya degan gap, Norvegiya, Norway. Ammo so'zning birinchi tavsiya mumkin rga, rni qo'shsak ra, shqa, ni qo'shsak sh. Russia. Russia degan gap, ya'ni Rossiya degan gap, Russia. Russia. Ayki mana so'zning birinchi tavsiya mumkin ska, singa mumkin pga, pqani qo'shsak pay, ni qo'shsak pain, Spain. Spain degan Ispaniya degan gap, Ispaniya. Mana so'zning birinchi tavsiya mumkin ska, ikkinchi tavsiya mumkin wahga, wahga i ni qo'shsak we, ni qo'shsak t, ni qo'shsak din. Sweden, Sweden. Urg'u nima degan, 5 degan, shu 5ni kuchli qilamiz. Sweden, Sweden. Sweden degan gap Shvetsiya degan gap, Shvetsiya. Butkul so'zlikning o'qilishi. Greece, Gretsiya. Climate, klimat, havorai. Country, davlat. Pleasant, yiqishliq, chiqishqoq. Weather, havorai. Spring, bahor. Windy, shamolliq. Warm, illiq. Rain, yomg'ir, yomg'ir yog'ish. Sometimes, ba'zi chog'larda. Summer, yaz. Autumn, kuz. Winter, qish. Snow, qor, qor yog'ish. January, yanvar, 1-oy. February, 2-oy. Fevral. March, 3-oy. April, 4-oy yoki April. Greece, climate, country, pleasant, weather, spring, windy, warm, rain, sometimes, summer, autumn, winter, snow, January, February, March, April, May, 5-oy, May, June, iyun, 6-oy, July, iyul, 7-oy, August, 8-oy, August, September,
9 ay, sentabr. October, 10 ay, 10 ay, oktyabr. November, 11 ay, noyabr. December, 12 ay, dekabr. The US, Amerika. Brazil, Brasilia. Holland, Gollandiya. England, Angliya. France, Fransiya. Germany, Germaniya. Italy, Italiya. Norway, Norvegiya. Russia, Russia. Spain, Spanya. Sweden, Switzerland. May, June, July, August, September, October, November, December. The US, Brazil, Holland, England, France, Germany, Italy, Norway, Russia, Spain, Sweden. Endi 51 darsning tekstini qaranglar. Mana tizimlarni ko'rib edilar. Where do you come from? Where did you come from? Where did you come from degan gap siz nalik degan gap. Qaysi davlatdan kelgan degan gap. Buni grammatik nuqtasiga tushuntiramiz. Siz nalik deydi. I come from Greece. Deydi. Men Gretsiyalik. What's the climate like in your country? And what's the climate like in your country? Yani davlatingizning havo klimati qandaqroq? It's very pleasant. Bu intan yaqishliq odamga yoqadigan havo rayba deydi. What's the weather like in spring? What's the weather like in spring? What's like degan gap qandaqroq degan ma'nosi chiqadi. What's the weather like in spring? Yani yozda, yani bahorda havo qandaqroq deydi. It's often windy in March. Yani 3 oyda odatda shamolliq bo'ldi. It's always warm in April and May. Yani 4-5 oyda iliq bo'ldi, but it rains sometimes. Lekin ba'zi chaqlarda yomg'ir yog'adi. What's it like in summer? What's it like in summer? Yani bu qandaqroq in summer? Yani yozda deydi. It's always hot in June, July and August. Yani u davomli 6, 7, 8 oylarda issiq bo'ladi. The sun shines every day. Yani kunda oftob chiqadi. Quyosh parlab turdi degan ma'no chiqadi, lekin uyg'ur tilida nemiz oftob chiqadi yoki havo ochiq bo'ldi degan gap. Is it cold or warm in autumn? Yani 8 oyda bu sovuqmi yoki iliqmi deydi. It's always warm in September and October. Yani 9-10 oy davomli iliq. It's often cold in November and it rains sometimes. Hamda bu 11 oyda azroq yomg'ir yog'adi. It rains sometimes. Yani sovuq bo'ldi deydi. Is it very cold in winter? Qishda bak sovuqmi deydi. It's often cold in December. Yani it's often cold in December. Yani 12 oyda davomli sovuq bo'ldi. January 1 oyda, anikin February 2 oyda. 12 oy 1 oy 2 oyda davomli sovuq bo'ladi. It's often cold in December, January and February. It snows sometimes. Yani bu yerda yana varayda snows. Yani qar yog'adi ba'zi chaqlarda deydi. Bütün tekst shu gap. Buning lekin tekstni ozda qilgan bu tekstning ichiga o'z ichiga mazmunlar bu qadar ko'p. 12 oyning ismi andan keyin issiq, sovuq, qor yog'ish, yomg'ir yog'ish, andan keyin iliq degan so'zlar bor. Shuningdek, madarsda so'zliklar sal ko'proq, shunga aytdi, jiqroq vaqt sarf qilmasanglar bo'lmaydi, ha. Endi 51 darsning grammatikalik nuqtalariga qarab boqaylik. Birinchi grammatikalik nuqta: Where do you come from? Do you deganni do deb elbetsang bo'ldi degandim-ku. Where do you come from? Siz qayerlik? Siz qaysi davlatlik? Ha? Where do you come from? Yoki where do you come from desang bo'ldi, lekin ingliz tilida where do you come from? Ha? Do you ni deb aytamiz. Siz qaysi davlatlik? Asli siz nereden keldingiz degan gapkan-ku bu. Nereden keldiniz? Yani nereden kelisiz degan gapga. Chunki odatiy hozirgi zamonning ifodalaydigan nimati davomliq degan gap. Siz davomliq nereden kelisiz degan gap bo'ldi ekan bu hisobda. Lekin buning tarjimasini deb chiqadi degan chaqda siz nalik, qaysi davlatlik degan ma'nosi chiqadi. Uyg'ur tilidagi qaysi davlatdan degan ma'nosi chiqadi. I come from Greece. Men kelman Gretsiyadan davomliq deydi. Urulsak tarjima qilsak shu gap bo'ldi ekan bu. I come from Greece. Men kelman Gretsiyadan davomli. Chunki biz
odatdagi hozirgi zamonni o'rgangan chog'dim degan to'q, ya'ni odatdagi hozirgi zamonning ifodalaydigani davomli bo'lib turadigan harakat degan to'q. Unda I come from Greece degan gapni o'zbekcha tarjima qilsak, men davomli Gretsiyadan kelaman degan gap bo'lgan. Lekin ingliz tili buning ma'nosini chiqdi degan chog'da men Gretsiyalik degan gap bo'ldi. Men Gretsiyalik degan gap bo'ldi. And where you come from degan gap qoldi. Sizlar bilasizlar, you come from Greece. Siz Gretsiyalik. Endi buni savolga aylantirishda bu yerda BPL bo'lmag'achqa oldiga juni qo'shdik shunaqa odatdagi hozirgi zamonda. Do you come from Greece? Siz Gretsiyadan mu? Ya Gretsiyadan kelamiz degan gapmi? Siz Gretsiyalikmi? Aniki where nalda qo'yib olsak, where are you from? Ham bu yerdagi where qo'shilgan keyin Greece'ni chiqarib o'tdik. Where are you from degan gap? Siz nereden nalik? Yoki where do you come from? Siz nalik degan gap, ha? Where do you come from? Nalik siz degan gap. Endi ikkinchi grammatga qarab boqaylik. What's the climate like in your country? What's the climate like in your country? Yani sizin davlatingizdagi klimat qandaqroq? Yani havo klimat qandaqroq davlatingizda degan gap. Endi ingliz tilida what like ikki so'z birlashib, ya? What like ikki so'z birlashib qandaqroq degan ma'no berdi. Masalan, what deb oraliqqa keyiniga bir so'zni qo'yib like desanglar, masalan, what's your father like? Sizning dadingiz qandaqroq adam? Yaxshi tudimi emas, balki o'zi qandaqroq adam degan ma'no chiqadi. What's your teacher like? Sizning o'qituvchingiz qandaqroq o'qituvchi degan o'xshash. Ya'ni what's like degan gapni o'tirib bir so'z qo'ysanglar, falonch narsa, falonch adam qandaqroq degan ma'noni bildirdi. Masalan, what's your father like? Dadingiz qandaqroq? What's Urumchi like? Urumchi qandaqroq? Ya, Urumchi qandaqroq degan gap. Ya'ni ingliz tilida bu ikkisi muqim ifodalash usuli bo'lib, what's like degan qandaqroq degan gap bo'ldi. Shuningdek, what's the climate like? Ya'ni havo klimat qandaqroq in your country? O'rin gapdi qo'y, meniki sizning davlatingizda. Ya'ni sizning davlatingizda havo klimat qandaqroq degan gap. It's very pleasant. Bu bo'lsa intayin yoqishliq odamga yoqadi degan gap kimgo? Pleasantga odamga yoqadigan, odamning ko'ngliga yoqadigan degan gap. Masalan, pleasant trip. Pleasant trip degan gap, ko'ngillik safar. Yoki pleasant restaurant, yaxshi restoran. Pleasant country, odamga yoqadigan davlat degan gap. Ayrimlarda what's the weather like in spring? Yani baharda havo qandaqroq? Yani what's like? Shunaqa, what's like? Ayrim what's it like in summer? And bu yerda it nimni ko'rsatmishada it weather, yani havo rayini ko'rsatadi. Chunki men itni tushundigan chog'da, yani this bilan itning farqi, itni ma'lum bir narsani deb qo'ygandan keyin bir odamga, masalan, ma'lum bir narsa to'g'riliq gap qo'ygandan keyin ash narsaning ismini it qalmashtirib olsak bo'ldi, yani almash deganda. Masalan, bu o'rindiq bak egizgan. Now, this chair is too high, yeah, tall. This chair is too tall. Yani bu o'rindiq bak egizgan. Buni almashtirib o'taylik. Now, let's change it. It bu yerga buni deb chiqyotadi-ku. Yani demakchi, boshqalarga ma'lum bir narsani bildirib qo'ygandan keyin, xohlagan narsa, shu narsani o'rniga itni ilib bersak bo'ladi. Qaymoq qo'g'al diqqat qilinglar. Ma'lum ko'z oldimizdagi odamlar bildigan ma'lum bir narsani o'rniga etni almashtirib olsak bo'ladi. Yani demakchi, buni qanday qilsak bo'lgan, har qanday narsaning, yani biz so'zlayotgan odam biladigan har qanday narsani o'rniga almashtirib olsak bo'ladi. Masalan, this water is sweet. Masalan, bu suv tatliga. This water is sweet. Bu suv tatliga. Masalan, it contains sugar. Masalan, buningda shakar bor. Hamda it nimni ko'rsatadi? Sugar. Yani shakar, suvni ko'rsatadi. Masalan, this water is sweet. Bu suv tatliga. It contains some sugar. Bu ningda azroq shakar bor. Yani demakchi, har qanday narsaning o'rniga qarshi taraf bildigan har qanday narsaning o'rniga itni almashtirib olsak bo'ladi. Shuningdek, what's the weather like in spring degan keyin bahorda havo qandaqroq deb keyin what's it like in summer da bevosita itni almashtirib etibdi. Yani bu yerdagi itning ko'rsatdig'ini weather shu. Yani havo rayi. What's it like in summer degan gap, what's the weather like in summer degan gap shu.
Şoňlaşqa ama etni almaştırgan çağda biz her qandaq narsani onu almaştırıp etsak boludu. Qarşı taraf bilgen çağda. Mevhum näslim boldu. Mesela bay dedim go, mesela studying hard is important. Mesela tırışbegünüz muhim. İşte go, it gives you knowledge. Mesela bu sana bilim berdi deyli. Studying hard is important. It gives you knowledge. Mesela tırışbegünüz muhim, bu sana bilim berdi. Bu nemni göstermişede studying hard. Tırışbegünüz degeni gösterdi. Yani demek it arqana näsini onuğa, yani qarşı tarafılğa arqadan näsini onuğa almaştırıp etsek boludu. Şoňlaşqa what's it like in summer degeni mülken yazda avarayı qanaqraq. Yani yaz bu qanaqraq degen gep, bu yaz qanaqraq degen gep, yazda avarayı qanaqraq. Endi bu sözünki keyingi grammatika. It's cold or warm in autumn. Bu küzde soğuk mu, ılık mı değil. Is it very cold in winter? Yani keyingisi bu işte bek soğuk mu değil. Or degenin bu yada yaki degen mənası var. Biz öğrenmedik bu değil mi? Is it cold? Bu soğuk mu? Or yaki warm, ılık mu? In autumn. Yani küz fəsildə deyinge. It's very cold in winter. Is it very cold in winter? Yani bu bek soğuk mu kışta? Bunun da bek çoğması yokken bir yer fakat sizinki yanım öğrengen ola or yaki deyinge. Hem keyin gramatika. It snows sometimes. Bazı çağlarda kar yağıdı. Udulu sığlaştırıp tercüme kılımız uygurtulu. Şuna bu. It snows sometimes. Yani bir it nimini gösterdi. It deyinge şu davatkan, oldu davatkan aynı yek peslini gösterdi. It snows sometimes. Anken the sun shines every day. Sun degen quyaş degen gepte. Shines degen gepni bilsizler. Uni boğan yani parlaş degen gepte. The sun. Quyaş shines parlaydı every day. Günde. Quyaş günü parlaydı diye uygurtulu deyimiz. Günde hava uçkuldu deyimiz bu uygurtulda. The sun shines every day. Every day degen her günü degen gep. Sun shines degen gepimiz burun bugünü boğan. Sun shines every day. Hem keyin grammatika kelsek, keyin grammatikada always. Bu yerde bir netçe çıktı bizdenki tekste. Always davamlıq dedik. Often degeni davamlıq dedik. Sometimes degeni bazı çağıl dedik. Hem bu yerde yani nurgulları var. Yani bu hareketinin yüz beriş chastotasını gösterip berdi. Yüz beriş chastotası degen nima degan gap? Qanchalik vaqtda bir qatim yüz berdiganligini gösterip berdi. Buningki darajasi yani yüz berish prosenti şu resimde ko'rsatilgandek bo'ldi. Always deganning darajasi intan yuqori davomliq bo'lgan harakatning 7 kunning hammasi bo'lgan harakat ko'rsatdi. Usually degan asosan 90%, frequently degan gap undan tuvaroq, often degan undan tuvaroq, sometimes degan ba'zi chaqlarda buni bilsizlar yerim. Ba'zi chaqlarda bo'ldi, ba'zi chaqlarda bo'lmaydi degan gap. Occasionally degan nagan deb ber, seldom degan gap, az yuz berdi, rarely degan intayin az, asosan yuz bermaydi. Never degan qat'iy yuz bermaydi degan gap. Yani demekçi bu yerda mad darajasini bilib olinglar. Agar ma'lum bir gap qilib sizlar I always eat fish desanglar, kunda yeyman degan gap ma'noni bildi. I always eat fish degan gap kunda degidek baliq yeyman. Masalan, I often desanglar, masalan 70% baliq yeyman, masalan ba'zi chaqilda 70% valas baliq yeyman degan gap. And I sometimes desang ba'zi chaqil deb qo'yman, 50% valas demayman degan gap. I never eat fish desang vaqtida mazaldan qat'iy baliq yemayman degan ma'no chiqadi. Ya'ni bu yüz berish, yani yüz berish chastotasiningki qatim sonininki yoki yüz berish ehtimolligininki darajasi mush birinchi bilib olsanglar bo'ldi. Endi 51 darsning tekst tarjimasiga qarab boqaylik. Hans degan bir odam aka u so'rabdi. Yani bir sizin. Where'd you come from? Where'd you come from? Siz nereden kelgan? Nereden kelasiz degan nima dedik? Siz qaysi davlatlik degan ma'nosi dedik o. Odatiy hozirgi zamonniki diqqat qilinglar, davomliq degan yoshirin ma'nosi bor degan dedik. Siz nereden kelasiz degan gap amaliyotda ingliz tilida siz qaysi davlatlik degan ma'nosi qildi. I come from Greece dedi. Men Gretsiyalik deydi. What's the climate like in your country? What's like degan gap nima dedik biz? Qandaqroq degan ma'nosi bor dedik. What's the climate like in your country? Sizning davlatingizda havo rayi nima deydi? Qandaqroq deydi.
Sizning davlatingizda havo-rayi qandaqroq? Yani klimat, havo-rayi klimat qandaqroq deydi. What'ning o'tirisiga nima qo'yib, ma'lum bir so'zni qo'yib, like desek qandaqroq palanish narsa degan ma'no biladi. What's the climate like degani bu ekan, havo-rayi qandaqroq in your country, davlatingizda. It's very pleasant. Bu bak yiqishli odam bak yiqidi havo-rayi klimati deydi. What's the weather like in your in spring? What's the weather like? Weather degan havo-rayi degan gapdi bu. Kichikroq masalan qor yomg'ir degandekdan ko'z tutug'i. What's the weather like in spring? Atiyazda havo-rayi qandaqroq deydi. It's often windy in March. Yani bu davamlıq şamallık oldu 3. ayda. Ya 3. ay şamal çıkıp durdu. It's always warm in April and May. Yani bu davamlıq ılık oldu 4. 5. ayda. But it rains sometimes. Lekin bu havo-rayida yağmur yağıdı bazı çağlarda. It rains. Ya 3. şahs birlik şuna aslını qo'shqani. But it rains sometimes. Lekin bazı çağlarda qanaqıl deydi? Yağmur yağıdı. Aka Hansen deb so'rabdi. What's it like in summer? What's it like in summer? Yani bu yerda oldida nim to'g'riliq so'zlar turdi bular, havo-rayi to'g'riliq so'zlar turdi. Shuningdek, it bu yerda ko'rsatgan havo-rayi shu. What's it like in summer? Havo-rayi yozda qandaqroq? It always hot in June. Yani bu it's always hot. Bu yer davomli issiq in June 6. ayda, July 7. ayda and August hamda 8. ayda. Yani bu yer 6, 7, 8. ayda davomli issiq bo'ldi. The sun shines every day. Yani kun da va uchiq bo'ldi deydi. Is it cold or warm in autumn? Yani kuzda sovuqmi yoki iliqmi deydi. It's always warm in September and October. Yani it's always warm in September and October. Yani 9. 10. ayda davamlı qanaqıl deydi, iliq bo'ldi. It's always warm. Qachon? September and October. It's often cold in November. Yani bu davamlıq, yani havo-rayi davamlıq soğuk bo'ladi in November. 11. ayda. And it rains sometimes. Bu yerda ba'zi vaqtda nim qildaydi, yomg'ir yog'adi. Is it very cold in winter? Yani qishda havo-rayi sovuqmi? It's often cold in December, January and February. Yani it's often cold. Bu davamlıq sovuq. December, January and February. 12. 1. ayda davamlıq sovuq bo'ldi. It snows sometimes. Yani bu yerda ba'zi vaqtlar qanday deydi? Qor yog'adi deydi. İşte olan bu tekstning tarjimasi shu. Tekstda so'zlik bir qadar ko'pkan, lekin siz bilmagandek yana intayin oz. Endi 51 dars tekstining o'qilishi. Dars tekstining o'qilishida men asti bir o'qib qo'yman, normal suratda bir o'qib qo'yman, tez suratda bir o'qib qo'yman. Sizlar o'rgangan chog'i shu bo'yicha o'rgansangiz bo'ldi. Amalba tekstni yodlab o'tinglar. Tekstning asti o'qilishi. Where did you come from? I come from Greece. What's the climate like in your country? It's very pleasant. What's the weather like in spring? It's often windy in March. It's always warm in April and May, but it rains sometimes. What's it like in summer? It's always hot in June, July, and August. The sun shines every day. Is it cold or warm in autumn? It's always warm in September and October. It's often cold in November and it rains sometimes. Is it very cold in winter? It's often cold in December, January, and February. It snows sometimes. Tekstning normal suratda o'qilishi. Where did you come from? I come from Greece. What's the climate like in your country? It's very pleasant. What's the weather like in spring? It's always windy in March. It's always warm in April and May, but it rains sometimes. What's it like in summer? It's always hot in June, July, and August. The sun shines every day. Is it cold or warm in autumn? It's always warm in September and October. It's always cold in November and it rains sometimes.
Is it very cold in winter? It's often cold in December, January, and February. It snows sometimes. Endi tekstdagi tiz o'qilishi. Where do you come from? I come from Greece. What's the climate like in your country? It's very pleasant. What's the weather like in spring? It's always windy in March. It's always warm in April and May, and by it rains sometimes. What's it like in summer? It's always hot in June, July, and August. The sun shines every day. Is it cold or warm in autumn? It's always warm in September and October. It's often cold in November and it rains sometimes. Is it very cold in winter? It's often cold in December, January, and February. It snows sometimes. 52 ders. 52 dersde asasen nimbaken degan chog'da men ma davlatdan keldim. Men ma davlatlik. Yoki men fransiyalik, men fransuz. Men Fransiyadan keldim, men fransuz degan tekstgan. Shunlashqa men buni faqat bir o'qib bergandan keyin siz shu bo'yicha ko'plab mashq qilsanglar bo'ldi, ha? I am American. I come from the US. Men nim deydi? Bo'lsam Amerikalik. Men Amerikadan keldim deydi. She is Dutch. U qiz bo'lsa, nima Gollandiyalik. She comes from Holland. U Gollandiyadan kelgan. Ya'ni bu yerda 3-shaxs birlik o'g'achqa comes ulabdi, ha? We are English. Biz bo'lsak English. We come from England. Biz Angliyadan kelgan. They are French. Ular Fransiyalik. They come from France. Ular Fransiyadan kelgan. You are German. Siz nemis yoki Germaniyalik. You come from Germany. Siz nimadan kelgan? Germaniyadan kelgan. He's Greek. U Gretsiyalik, Grek yoki. He comes from Greece. U Gretsiyadan kelgan. You're Italian. Siz ular sizlar Italiyaliklar. You come from Italy. Sizlar Italiyadan kelgan. We are Norwegian. Biz Norvegiyalik. Norveglar yoki. We come from Norway. Biz Norvegiyadan kelgan. They're Russian. Ular Ruslar. They come from Russia. Ular Rossiyadan kelgan. She's Spanish. U Spaniyalik, Span. She comes from Spain. U Spaniyadan kelgan. I'm Swedish. Men Schwist. I come from Sweden. Men Schweiziyadan kelgan. Endi men boshdan oxir birlama o'qib beraman, shu bo'yicha ko'plab mashq qilsanglar bo'ldi. I'm American. I come from US. He's Brazilian. He comes from Brazil. She's Dutch. She comes from Holland. We are English. We come from England. They're French. They come from France. You're German. You come from Germany. He's Greek. He comes from Greece. You're Italian. You come from Italy. We are Norwegian. We come from Norway. They're Russian. They come from Russia. She's Spanish. She comes from Spain. I'm Swedish. I come from Sweden. Şunlar bizdeki 51-52 dersimiz şada ahırlaştı. 51-52 dersimiz sözlüğümüzün boldu degen çağda 12 ayının ismi, 4 fəslinin ismi, anından keyin sıx soğuk yoki yağmur, qar degandek moş nəslini günüp etdik. Anından keyin 2 kelam ifadələr so'zlangandik. What's it like? Ha? What's something like? Yani palanç nəs qandaqraq yoki palanca ya qandaqraq yoki palanç fəsil qandaqraq. Yani xalqan bir nəsnin ismini qo'ysanglar palanç narsa qandaqroq degan ma'ni bildirilgan. What's like? Ha? Masalan, what's your school like? Sizning maktabingiz qandaqroq degan o'xshash. Demakchi, mushlarni o'rganib o'tdik. Darslarni yaxshi ko'ringlar. Xayr, xushvaqt bo'linglar. Mashq darsida ko'rishaylik.